Bu videoni pedinistni bitirgan bolalarga tashlab qo'ysalar bo'ladi. Pedinistni qaranglar qanday stadionlar qurib qo'yibdi. Juda ham chiroyli qilib stadion qilgan. Hamma narsasi ajoyib ekan. Ko'rib hayron qoldim. Ya'ni juda ham zo'r joydan sizlarga uy topganman. Pedinistni yonidan Gangan tepasida joylashgan 5 qavatli dom 5-qavatida. 5-qavatliga ko'p e'tibor bermaysizlar. Puli arzonchigina narxda. 76 kvadrat deyishdi egalari. Ko'rishingiz mumkin. Bu asosiy eshigimiz, prihoshkamiz, televizorlar, kattakon televizor qo'yib qo'ysangiz bo'ladi deganda qo'yib qo'yibdi. Va birinchi xonamiz, 2 xonali bo'ladi bu uyimiz. Bu tarafda oshxonamiz bo'lgan. Oshxonani u yoqqa chiqargan, hozir ko'rsataman. Zali anchagina keng, kondisionerlar ishlab turibdi. Yaxtdekkina. Va sanuzullar alohida bu yerda yuvinish xonamiz. Bu tarafda esa hojatxonamiz joylashgan. Bu tarafda 3-xona sifatida foydalanasiz. Ya'ni oshxonamizni bu tarafga chiqarganning hisobiga bu yerdan ham 3-xona sifatida foydalansangiz bo'ladigan qilingan. Va bu tarafda 2-xonamiz bor. Ya'ni 3-xona sifatida qilinganini ko'rsatdim. Bu yerda esa aslidagi 2-xonamiz joylashgan. Mana shu xonadonimiz bugun erta sotilishi kerak ekan. Shuning uchun narxini arzonchagina qo'ydi. 460 million sal-pal sunnati o'tadigan joyi bor. Kelib bosa yaradigan joy. Mana shunday pedinistni oldidan Gangan tepasida 100 birga tanishlarga jo'natib qo'yasiz.